Chet elda yashab, ishlab va o'qimoqchi bo'lganlar uchun maslahatlarim: ko'chada 9 dan keyin yurmang. Ota-onangizga hamma gapni aytavermang. Kasalman, pul topolmadim, charchadim, o'qish qiyin. Ota-onangiz sizga hech narsa qilib bera olmaydi, chunki siz chetdasiz, siz uzoq joyda yashaysiz. Sizga borib kasal bo'lsangiz, sizga borib qarab bera olmaydi. Faqatgina O'zbekistonda turib, ichidan aytishib, sizdan xavotir olib o'tiradi, bo'ldi. Ota-onangizga hamma gapni aytishingiz shart emas. O'zingizdan kechib, o'zingiz qiynalib, bitta uyda 10 kishi yashab, ovqatingiz faqat rolton bo'lib, O'zbekistonga pul jo'natmang, iltimos. Tushunaman, ota-onangiz qiynalayotgan bo'lishi mumkin, singlingiz qiynalayapti, yana kimdir qiynalayapti, lekin agar siz baxtli bo'lmasangiz, siz yaxshi komfortni yashab o'qimasangiz, boshqalar ham komfort yashash kerak degani emas. Siz o'zingizni hayotingizni birinchi komfort qilib oling, keyin boshqalarni hayotini komfort qilishga harakat qilsangiz bo'ladi. Yashaydigan davlatdagi native odamlar bilan gaplashing. Kanadalik tanishlar orttiring. Germaniyada yashasangiz, ko'proq nemislarni toping. Faqat o'zbeklarga yopishib olmang. Chet elga chiqdingizmi, faqat bir xillar o'zbeklarga yopishib oladi, bo'ldi. Shu o'zbek communitydan chiqmay qoladi. Boshqa odamlar bilan ham gaplashib, o'rtoq bo'lib, tanish bilish orttirish kerak. Fikr doirasi o'zgaradi. Fikr doirasi kengayadi. O'zbekistonga tez-tez borib turing. O'qishdaman-ku, pulim yo'q-ku demang, har doim O'zbekistonga borib turing. Kamida 1,5 yilda borib turish. Sababi ota-onangiz yosh kattarayotgan bo'lishi mumkin. Jiyanlaringiz tez katta bo'lib ketyapti. Men Koreyada yashaganimda tez-tez O'zbekistonga bormaganimdan afsuslanaman. Kanadada ham mana endi nasib bo'lsa tezroq borishga harakat qilaman. O'qib turgan yo'nalishingiz sizga yoqmasa, umuman o'sha yo'nalishingizni o'zingiz ko'rmasangiz kelajakda o'zgartirishga harakat qiling. Yashab turgan davlatda tilini o'rganishingiz kerak. Shunaqalarni bilaman, Koreyada 10 yil, 15 yil yashaydi, yana bir umr yashayman deydi, lekin koreys tilini umuman bilmaydi. Bu Kanadada yashab turishda ingliz tilini bilmaydi. Taxta emassiz-ku, plastika emassiz-ku, o'rgana olasiz, odamsiz-ku, vaqt toping, o'rganing. 8-si, o'zingiz tanimagan odamlarga hamma informatsiyani bermang. Kim bilan yashaysiz, qayerda yashaysiz, qayerda o'qiysiz, nima qilasiz, nima ish qilasiz, qancha pulingiz bor. Ayniqsa kim bilan yashashingizni umuman aytmaslik kerak. Sababi, masalan, Koreyada ko'plar bir o'zi yashaydi, chunki uylar kichkina, bir o'zi yashaydi. Agar bir o'zingiz yashasangiz ham, yo'q, men 2 kishi bilan turaman, 2 kishi turaman, 3 kishi turaman deb aldab qo'yish kerak. Qanchalik kam informatsiya bersangiz, kamroq foydalanadi, xavfsiz bo'lasiz. Va oxirgisi, o'sha yashab turgan davlatingizni qonunlarini, qoidalarini o'rganing. Misol uchun, Kanadaga kelganingizdan keyin, sen gaysan deb yoki kamsiz deb gapirish mumkin emas.